Ko'pchilik present simple va present continuous'ning ma'nosi faqatgina vaqtda deb o'ylaydi. Aslida bu xato. Sizga bir savol beraman. I work in Tashkent. I'm working in Tashkent. Farqi nimada deb o'ylaysiz? I work in Tashkent men har doim Toshkentda ishlayman degan ma'noni bildiradi. I'm working in Tashkent bu holat vaqtincha ekanligini, bu holat doimiy bo'lmasligini bildiradi. Men vaqtinchalik, hozircha Toshkentda ishlayapman degan ma'noni bildiradi. Keling yana bir savol. I live in Samarkand. I'm living in Samarkand. Nima deb o'ylaysiz? Farqi nimada? Men vaqtinchalik, hozircha Samarqandda yashayapman degan ma'noni bildiradi. Demak, present simple va present continuous o'rtasidagi farq faqatgina vaqt bilan bog'liq emas, balki ular ma'no jihatdan ham bir-biridan farq qiladi. Agar shunga o'xshash ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, meni sahifamga obuna bo'ling va keyingi videolarda bundan-da qiziqarliroq mavzularni olib chiqamiz.